taqda bulduk. Şeigubiga sürgün qilinish. 1963 yılı 4 avgust yakshanba kuni taladan anglangan kishilarning vorang-churang ovozidan uyg'onib beshimni ko'tarib qarasam, qizlarning uchilisi bir yostiqqa beshini qo'yib, bir-biriga yaqin kelib, shundoq tatliq uyquda uxlayotdi. Men ularni uyg'otib qo'ymay deb, asta avaylab turib, kashda hozirlab qo'ygan suv bilan yuz qo'limni yuvib, talaga chiqdim. Havo ochiq va shu qadar ko'ngilli edi. Kun xeyli egiz ko'tarilib qolgan ekan. Bugun bu kun issiq bo'ladigan o'xshaydi deb o'yladim. Erlar oshxonasining oldiga to'plashib tomoq vaqtini kutib turishardi. Ba'zilari bir-biri bilan chaqchaqlashib ko'rishardi. Boshqalar ularni tomosha qilib kulishardi. Ba'zilari to'plashib nimalarnidir so'zlashib turardi. Ba'zilari bosh ko'zlarini yuvishib va ba'zilari kir qatlarini yuvotadi. Әтиянки çayını içip o'tirganimizda ishikni urib ablis qo'lida non va bir taxsa ho'l üzüm ko'tarib kirib keldi. Bugun Fatima apay meni ko'rgili kelib, elib kelgan ekan. Sizlarga qisnib elib kirdim dedi. Biz xushal bo'lib rahmat aytdik. Fatima apay nima xabarlarni so'zladi? Bizning uydagilarni ko'ribdimi deb so'radim. Sizlarning uydagilarni ko'ribdi. Sizga Fatima apay orqali ko'p salom aytibdi. Apangizga siz bilan ko'rishishga ruxsat qilmabdi. Saqchilar ko'z uzmay qarab turganlikdan ortiq so'z qila olmadi. Bu so'zni yoshirib qildi, dedi. Ablis chiqib ketgandan keyin to'timiz non bilan uzumni rohatlanib yedik. Chunki biz qo'lga ilingandan buyon Navoiyxonning nenini yemagan edik. Ham bu yilqi yangi mevadan birinchi qitim eg'iz tegishimiz edi. Biz çay içip olmasdan ablis ishik qiqib yana kirdi. Bizning yotoqqa erlarning kirishiga tashkil ruxsat qilmaydi. Ish boshqurg'uchi va boshliqlarla kirib vazifa bo'lib bo'lib berib chiqib ketadi. Boshqa erlar kirsa tashkil so'roqqa tortib jazolaydi. Shundaqmi ablis pat-pat kirib turadi. Biz ablisning keyingi kirganida uning yuzidan bir ko'ngilsizlikni sezib, hammamiz savol nazari bilan ablisga qarab qoldik. Ablis kelib o'ltirib bir hazırca gap qilmay ondan Hadi aka menga soat 10larda qizlarni Şeigubiga elib ketish uchun mashina keladi. Sen qizlarga uqtirib, ularning yuk taqlarini tangdirib tayyorla dedi. Men bu so'zni sizlarga aytib qo'yay deb kirdim, deb chiqib ketdi. Bu haqiqatan hammamizga intayin ko'ngilsiz bir xabar bo'ldi. Yarim minut jimjitlik hukm surdi. Mahinurning yig'isi tinchlikni buzdi. Ablis men yana kelib sizlarni uzitib qo'yarman deb chiqib ketdi. Mahinurning yig'isiga zo'ram qo'shildi. Sajida gap qilmasdan menga qarab qo'ydi. Shu orliqda ishikni qiqib Hadi aka bilan ikki odam kirib, tashkil sizlarni Şeigubi emgak bilan tarbiyalash maydoniga elib ketadigan. Shunga yuk taqlaringizlarni tezlik bilan tayinib tayyor bo'linglar. Mashina soat 10 atrofida mangadi dedi. Bu gapni anglagandan keyin Maynur bilan Zo'ram un silib yig'lashga boshladi. Men o'rnimdan turibla o'rin ko'rpulimni yig'ishtirib, sajida bo'l deb uni ham oldirib, yuk taqlarimizni tengishga boshladik. Sirtin erlar kirib Zo'ram bilan Maynurga yordamlashdida 5-10 minut ichida yotoqdan ayrilib, oldingi qo'rg'uga qarab mangdik. Maynur to'xtamay un silib yig'laydi. Zo'ram Maynurga qarab yig'laydi va bizga qarab o'zini to'xtatib oladi. Erlar nasihat qilib ularni baslab keldi. Mashina kelib yuk taqlarni bosgandan keyin qolganlar bilan xo'shlashib, mashinaga oldi bilan men chiqib Sajidaning qo'ldan tortib, mashinaga chiqishga yordamlashdim. Ikkimiz yonishib o'tirdik. Sajidaning ko'ngli yerim bo'lsa-mu, o'zini tutib chandirmaslik tirishdi. Maynur bilan Zo'ram mashinaga chiqmay yig'lab kishilar bilan xo'shlashyotdi. Men ularga qizlar bo'ldi. Nimish uchun yig'laysizlar? Sizlarni Kuliga Xitoy o'lkasi elib ketib borgani yo'q. Şeigubi bo'lsa-mu, vatan tuproqi. Şeigubi degan yerni ko'rayli. U yerdagi kishilarmi bizga o'xshash odam. Bu ham biz uchun bir maktab. Chiqinglar, mashinaga o'ltirmaganmi uzun bo'lgandi. Atrofni tomosha qilg'ash bormiz. O'limdan boshqasi tomosha debdikan deb chaqchaq qildim. Bu gapingiz joyida bo'ldi, so'yingil yaraysiz. deb uzitib kelgan erlar meni qo'lladi hamda aman bo'linglar, oq yo'l bo'lsin deb xo'shlashib qoldi.
Mashina qo'zg'alib shahardan chiqib ketguncha hech kimmi so'zlamay atrofga qarab o'tirdi. Shahardan ayrilib Vujachu tarafga qarab burilganda mushu mashinada Shigobuga yo'tkab kelayotgan erlarning birisi bizdan sizlar nerdan qo'lga ilingan deb so'rab qoldi. Sajida biz tibbiy institutdan qo'lga ilindik deb javob berdi. Sizlar tibbiy institutdan qo'lga ilingan qozoq bolasini tanamsizlar? Ular qayerda Shigobudumu deb ikkimiz tangla so'radik. Bultur 3 yillik lavjov emgak bilan tarbiyalashga kesib Shigobuga olib kelgan edi. 1 yil yolg'on sarang bo'lib o'lib, ishlamay atiyaz vaqtida qochib ketdi. Qochib nega boralaydi? Hozir tutilib Lidavan turmusida emgak qilib etibdi. Bugun biz Lidavandan uni elib ketishga kelgan edik. Lekin bugun sizlarni elib chiqishga to'g'ri kelib, Kamal Bekni keyingi qitimga qoldirdik dedi. Siz kim bo'lsiz? Deb Sajida tuyuqsiz so'rab qoldi. U odam kulib qo'yib, men Barat Duyjang bo'laman. Shigobuning erlar duyining Duyjangi deb o'zini tanishtirdi va uduldagi ikki odamni ko'rsatib, bu ikkisi Shigobudan qochib tutilib qilib, Jejangdan qaytarib elib kelayotgan mahbuslar deb tanishtirdi. Bu mashinada bizlarni kuzat qilib elib kelayotgan ikki saqchimi bor edi. Biz agri to'qay koni yo'llar bilan Vujachuga yetib keldik. Bu bir kechikina asosiy jihatdan xanzurlar o'ltiraqlashgan Bingtan ishlab chiqarish qurilish armiyasi o'rni ekan. Cho'ng ko'chaga kelganda mashinani to'xtatib, hammamizni mashinadan tushishga buyurdi. Biz tushgandan keyin bir necha kunlardan kiyimli xanzur qo'llardagi nasuslar bilan mashinaning hamma yeriga va bizning oyoqlarimizga dori chashdi. Barat Duyjang bizga hozir bu qumliqda yomon kasal bor ekan, shuning oldini olish uchun dorilayotdi dedi. Ko'p o'tmasdan biz Vujachudan qo'zg'alib, agri to'qay yo'lni besib mangan sari cho'llikka ishkirlab kirishga boshladik. Kichik dehqonchilik maydonlarimi shalong uchraydigan bo'ldi. Shu minish bilan soat 1 atrofida Shigobi o'zgartish atratiga yetib keldik. Mashina Changbu oldidagi maydonga kelib to'xtadi. Mashina ustidagi odamlar bizning yuklarimizni tushirishga yordamlash bo'lib, hammasi ketib, uylarga kirib yo'qoldi. Butun maydonda yuklarimizni dövlab, to'timiz qoldik. Kun bekmi issiq, o't yolqindek. Butun maydon yo'ljinib turadi. Atrof jimjit. Faqat chivinlarning g'ing'ildab ushgan ovozdan boshqa hech qanday tovush yo'q. Maydon hayotlik yo'qdek, jimjit, yurakni ezgudek ko'ngilsiz edi. Usab og'zimiz qurib ketdi. To'timiz bir-birimizga qarab, maydonning o'tirsida turib qoldik. Tova, nima degan ko'ngilsiz yer bu? Deb atrofga ko'ngilsiz qarab, Sajida tortib qo'ydi. Zo'ram, Tova, birmi odam yo'q-ku? Bular nega ketgandi? Bizga ega bo'lgan odamga o'xshaydi deb yuk taqlarning ustiga berib o'tirdi. Maynur suv qachilaydigan quta baklashkini tepib, oshxona oldida eqib turgan quduqdagi suvni ko'rsatib, u suvni ilib kelaymi? Bek ustab ketdik ichamsizlar dedi. Ko'ngildagini topdingiz, Maynur deb suvga bormoqchi bo'lib turganimizda orliq tor yo'ldan Paka vijik kelgan qirqimchash ko'k ko'ynak, ishdan kiygan ko'zlari aran ichilib turgan qismoq ko'zlik, panoq burun, qalpiqlari qalin bir Xitoy ayol kelib bizga xanzur tilda. Yukinglarni ko'tarib mening kaynimda mengla dedi. Zo'ram bizga qarab, ma qismoqning holini bizga buyruq so'qidi texi deb uningga ko'zini olaytib qo'ydi. Biz yuklarimizni ko'tarib shu Paka Xitoy ayolning kaynidan mangdik. Orliqdagi yo'ldan o'tgandan keyin eski uprab ketgan so'qma tomlarning yenida ikki eg'iz kesakdan selingan uyning oldiga keldik. So'qma tomdan o'tgandan keyin udul to'pi dölinib, yerning 1 metr egiz turgan yerga boshlab bordi. Men yotoqlar kesak bilan selingan bu kichik uy bo'lmasdan, biz yotadigan yotoqlar boshqa yerda bo'lsa kerak. Bu atrofda hech bir uymi ko'rinmaydi. U bizni qayerlarga elib borar deb o'ylab turishimga shu to'pi do'nglikning ustiga chiqibla palampaylar bilan tuvanga tushishga boshladi. Uning ichida bir eshik bor edi. Bu bir say, ko'ktat o'risugu deb hayron bo'ldim. Eshik ichiga qarab ochildi. Gami uy degani mushu bo'lsa kerak deb eshikdan uyga qarab kirdik.
Bo'sug'idan atlab kirishim bilan millionlagan chivinlar vijildab uchib odam ko'riladi. Agar ehtiyot qilmasa eg'iz burunga kirib ketishi mumkin edi. Ikki qo'lim bilan chivindan qo'g'dinib, yalpib turib atrofga qaradim. Eshikdan kiribla o'ng qo'l tarafda rendilanmagan taxtaydan oddiy yasalgan bir ustal bo'lib, u ustal ustida 20 dak cho'ng kichik g'idirlar, umoch, sayyoqlar bilan yuvilmagan qochqumushlar dövinib turadi. Ularning ustida chivinlar vijildab, qochalarga qolgan yo'qlarni yavatadi. Birdilla kirishimiz bilan bu chivinlar o'si buzilgan haridak vijildab uchib bizga urilib, og'zi burnimizga kirib ketgili tas qoldi. Gami taxminan 10 metr uzunlikda bo'lib, ikki taraf qator qilib, ba'zilari taxta qo'yib va ba'zilari saman selib rastlangan o'rin hozirlangan ekan. O'rin ustida faqat bir qisqa ishtadindan boshqa tug'ma yalang'och yetib ketgan ayollar tushlik dam ilishda uxlayotdi. Gami qorong'u, dimiq ham odam chidog'siz sesqidi. Bizning kirishimiz bilan uxlayotgan ayollar uyg'onishga boshladi. Ba'zilari uyg'onib beshini ko'tarib, "Nereden keldi mavu bir nimeler adamni uxlatmay" deb xanzucha so'zlab, tillab, yana bir tarafiga qarab o'rilib yotdi. Ba'zilari boshlarini ko'tarib, bizni ko'rib qarab qo'yib, gap qilmay o'rilib yotadi va ba'zilari o'rnidan turib bizga qarab, "Yangidan keldinglarmi? Nereden keldinglar? Mavu yerda yot, u yerda yot" deb yotgan ko'rpimizni qo'yish uchun o'rin ko'rsatib berdi. Sajida bilan ikkimizga gamining tördeki bulungda samansız dağ yerge yetişki toğru geldi. Biz o'rin ko'rpimizni shu yerga qo'yib talağa chiqdik. Maynur bilan Zo'ramga qumulliq tonish bir Xitoy qizi chiqib qoldi. U o'zining yenidan o'rin berdi. Ular taxta silib yasalgan o'ringa joylashdi. To'rtimiz talağa chiqib yotoqning oldida uzun zamonlardan qolgan egizligi 1 metrga yetmaydigan ufpirab ketgan so'qma tamning tubiga kelib o'ltirdik. Heyliqi bizni boshlab kelgan pakar bo'yliq, qismaq ko'zlik Xansu ayol kelib bizga oshxonadan kichik bolaning mushtumidek 4 dona gavlian qizil qo'noqning o'rda pishirilgan nenini mo'ma elib kelib berdi. Biz uningga "Bek usab ketdik, suv elib kelib olaylikmi?" deb so'radik. U "Yo'q, sizlar borsanglar bo'lmaydi, men akilib berman. Sizlar mushu joyda mo'mini yeb turinglar" deb yotoqqa kirib heliqi chimin besib ketgan paskini qochidiki ikkini ko'tarib chiqdi. Biz uningga bizning o'zimizning suv oldigan qochimizning borligini deb yotoqdan Maynurning baklashka qutisini va o'zimizning tomoq qochilarimizni elib chiqdik. Va chilak bo'lsa suv elib kelib yuz ko'zimizni yuyib olsak deb o'tindik. O'zimizning qochilarimiz bilan oshxonadan chilak so'rab ko'rarmiz. Bersa elib kelayli deb Sajida bilan Zo'ramni elib ketdi. Ko'p o'tmay ular suv elib kelishdi. Bir qachi suvni ichib bo'lgandan keyin deb jinim bir oz huzur topdi. Suv haqiqatan tatliq, lazzatli ham muzdek edi. Nima degan yaxshi suvi bor bu yerning deb o'yladim. Biz to'rtimiz so'qma tamga yo'linib g'erib musofirlardek xiyol bilan o'ltirib ketibdik. Uddalimizki ikkinchi yotoqdan 15-16 yoshlar atrofidagi uzun seriq chashliq, mosh ko'zlik, oppoq chiroyli bir qiz chiqib bizga qarab kulib qo'yib qayta kirib ketdi. Biz bu yerda biz Uyg'urlardanmi bor o'xshaydi deb o'ylab turishimizga yana shu eshikdan 16-17 yoshlar atrofidagi uzun qora chash, qora ko'z, qora qosh, oppoq o'tir bo'y bir qiz chiqib, u bizga qarab kulib qo'yib kirib ketdi. Uning keyindan yana bir seriq chashliq, turgun bir qiz chiqib bizga qarab bo'ynini bir to'lg'ab qo'yib, kirib ketib turganda, heliqi kesakdan selingan uydan uzun bo'yliq, semiz kelgan, sal budirsi bor qora chashliq, qora qosh ham qunduzning ko'zida qop-qora ko'zlik, yuzida qo'yiq qora cho'qur bor bug'doy o'nglik bir ayol chiqib, "Mashin" deb chaqirdi. Mashin degan heliqi bizni elib kirib, suv elib kelgan ayol ekan. Mashinga "Mang, ayollarni uyg'ot, ish vaqti bo'ldi, ishga chiqsin" dedi. U bizni ko'rgan bo'lsa-mu, ko'rmasga selib uyga qaytib kirib ketdi. Mashin pochtakni chelib, ikki yotoqning eshik oldiga berib, ayollarni ishga haydashga boshladi. Yotoqlarni ayollar birlab, ikkilab chiqib, gamining keyniga o'tib, cho'nqurliq tushib ko'rinmay ketdi.
Gemining keyni tarbi aslida keng ketgan ko'ktat maydoni ekan. Ayollarning hammasi yotoqdan chiqib ko'ktat maydoniga qarab ketishdi. Heliqi qizlar chiqqan yotoqdan boyiqi 3 qiz chiqib bizga qarab turishiga bularning keynidan shu yotoqdan egiz bo'yliq, salobatlik, uzun qora chochliq, xeyli qamlashgan 40 yoshlar atrofidagi bir ayol chiqib bizga bir qarab qo'yib, beshini egiz ko'tarib, xuddi bizni ko'rmagan odamdek mengib Duyjangning eshik oldiga kelib, "Duyjang, mau yangi kelganlar ishqi chiqamdi?" deb so'radi. Duyjang, "Yo'q, bugun dam olsin, ati chiqadi" dedi. Bu holatda bizga bu so'z eg'ir kelgandek bo'ldi. Sajida toza bir qo'tir aktivning bir o'xshamamdi dedi. Zo'ram qarab turib, "Men buni taniyman. Qumul naqshi usul ansamblining Oltunxon degan atoqliq artisi. Gomindang vaqtida jangjishilarga o'yin qo'yib Shanxay tenchilarga berib kelgan atoqliq artist Aynisa degan artistni anglaganmi? Shular bilan artistlik qilgan artistlar bu" dedi. Maynur uning so'zini bo'lib, "Ha, Beyjingdagi Munavvar Aynisa degan artistlar bilan birga bo'lgan artist ekan-da?" "Ha" dedi. Men "U bu yerga nimaga kelgan emisa?" deb so'radim. Zo'ram yana so'zini davomlashtirib, "Qumulda Seyit Batur degan kishi bor edi. Uni hamma odam biladi. Balki sizlarmi anglagan bo'lsanglar kerak. Shu odam partiyaga qarshi tashkilot quribdi" deb Seyit tashkiloti dikilar degan bahonada Qumulda bek ko'p odamni qo'lga oldi. Oltunxon Seyit Batur bilan yaqinlashgan, shunga uning munosabati bor deb qo'lga elibdi dedi. Oltunxonmi tashkilotga qatnashibdimi deb so'radim men. Zo'ram, "Yo'q, Seyit Baturning odishi ekan. Sen Seyit Baturning ishini bilasan" deb qo'lga olgan ekan. Men Qumuldagi vaqtimda anglagan, uni mushu yerga elib kelibdi deb hayron bo'ldi. "Bu ayolning eri yo'qmi?" deb Mahinur Zo'ramning yuziga qaradi. "Erig'i bor, lekin mushu ishdan keyin ajrashib ketdi. Uyligidek o'g'illarmi bor. Bolalarning hammasini eriga qoldirgan ekan. Hozir ularning hammasi Oltunxonga qaramaydi" dedi. U tashkilotga qatnashgan odamlar ko'pmikan, qanchisini qo'lga oldi deb so'radi Sajida. Bularning tashkilotida odamlar jiq o'xshaydi. Nurg'un odamlarni qo'lga oldi. Seyit Baturni to'mir qafasga silib, put qo'llarga to'mir ishkal silib, Urumchiga elib ketibdi deb angladik. Shu chaqda eshik ochilib, heliqi Duyjang ayol chiqib, "Hey, sizlar bu yerga kelinglar" deb bizni ishxonaga boshlab kirdi. Xishdan selingan bu ikki ig'iz uyning dalan uyi ishxona bo'lib, bir jo'za ustal, 2 o'rindiq qo'yilgan bo'lib, kichik derazaning uyiga g'uva yo'riq tushib turadi. To'timiz tam yaqinlab qator tizilib turdik. Heliq ayol o'zini tanishtirib, "Men mushu ayollar atritining boshlig'i, yana Duyjangman. Ismim Gulnisa. Har qanday ishinglar bo'lsa va har qanday so'zinglar bo'lsa, menga kelib deysizlar. Sizlarning hamma ishlaringlarga men mas'ul" dedi. Ondan tartibini aqtirib, anketlarni oldi va har qaysimizga ayrim anket to'ldirdi. Menga kelganda menga qarab, "Sen o'rusmi?" dedi. "Yo'q, Duyjang, men o'rus emas, millatim tatar" dedim. "Ha, yolg'on da'vatamsan, sen o'rus qilib o'xshab turmamsan, yolg'on gap qilma" dedi. To'timiz kulib ketdik. Sajida, "Duyjang, u rost tatar" dedi. Anketlarni to'shqizib bo'lgandan keyin Duyjang bizga, "Shigobi bina bo'lgandan buyon bizga bundaq oliy maktab o'qigan, oliy bilimlik ayollar kelib baxmagan. Tatardimi birinchi qitim kelishi. Sizlar endi boshqalar oldida ulgulik bo'linglar. Bu yerga kelganlarning barligi o'g'ri, yanchuqchi, buzuq, apyun chekadigan lükchak qimavozlar. Ularga o'zlariga loyiq diktator yurgizmasak boshqarib ketolmaymiz. Birga yashash jarayonida buni o'zinglarmi bilib qolsizlar" dedi. "Ham ortiq kiyim-kechak narsalar bo'lsa, yotoqda qo'ymanglar. Iskilotda saqlaymiz. Hozir elib chiqib beringlar" dedi. Biz narsalarni ratlab, iskilotga o'tkazib yotoqqa qaytsak, ayollar emgakdan qaytib kelgan ekan. Biz yotoqqa narsalarimizni o'rlashtirib, bo'lishimizga Oltunxon kirib, "Juringlar, qizlar tomoq vaqti bo'ldi. Birga o'tirib tomoq yeyli" dedi. Biz talaga chiqsak, eshik oldida kigiz adiyallarni silib, ustiga ko'rpa silibdi-da, dasturxonlarni yeyib, dasturxon ustiga gavliyan
qizil qo'noq, mo'malar bilan ko'k lobini suvda pishirib olgan lobo sho'rpisi va bir qancha xilma-xil qochalarda qaynoq suv quyib hozirlabdi va to'rt tarafga to'mir taxtlarga ot tezaklarini selib, o't yiqib, issilib qo'yibdim. Atroflarga suv sepib, supurib tozlangan ekan. Chiroyli va ko'ngilli bo'lib qopti. Hammamiz dasturxonni cho'rilab o'tirib, choy ichdik, ham bir-birimiz bilan tanishdik. Biz kelishdan burun kelganlarning ichida 4 milliy ayol bo'lib, Zo'ram degandek Oltunxon degan qumul usul ansamblining artisi Seyit Boturning tashkiloti bilan munosabati bor degan gumon bilan qo'lga ilingan ekan. Qumuldan yana Tillaxon degan ayolni jamiyat tartibini buzgan deb qo'lga ilib keptim. Oltunxon tanishtirgan Xosiyat degan qiz 16-17 yoshlardagi qora qosh, qora ko'z, oppoq o'maq nabuq bir qiz bizdan tartinib o'tirib o'z ahvolini so'zlab o'zini tanishtirdi. U 15 yosh vaqtida qo'shni bo'lib o'tirgan bir ayol. Jur bozorga chiqib cho'klab kelayli deb agashtirib chiqib, mening tanishimning uyiga kirib o'tayli deb bir uyga boshlab kirdi. Men xijolat bo'lib, talada turib turay, siz kirib chiqing dedim. U ayol kirib 5-10 minutdan keyin yoshgina bir yoshni boshlab chiqib, bu bola bizni mashinaga o'tirg'izib, shaharni aylantirib keldi. Jur deb meni boshlab qora mashinaning kabinkasiga ilib kirdi. Ko'cha-ko'chalarni o'tib bir yerga kelganda qo'shnim "Sen o'tirib tur, mavu do'kondan non ilib chiqay. Ondan bu bola bizni uyga olib qo'ydi" dedi. Men ma'qul bo'lib, mashinada saqlab o'tirdim. Bir oz kutdik. U ayol kelmadi. Mashina haydaydigan yosh. Men kirib boqay, nima bo'ldi ekan deb kirib non ko'tarib chiqdi. Yenida qo'shni ayol yo'q edi. Men yig'lashga boshladim. U yosh, "Yig'lamang, men sizni uyingizga olib qo'yay" deb mashinani haydab mangdi. Men yig'lab o'tirib yo'lga qaramabdiman. Xeyli mangandan keyin uyga kelib qoldikmi deb qarasam, hech qanday uy yo'q, keng dalada ketib yotibdimiz. Yuragim yo'lingandek bo'lib, qattiq qo'rqib vaqirab yig'ladim va mashinani to'xtat tushib qolaman dedim. Men qancha qilsam u quloqi anglamagandek mashinani haydab ketaverdi. Mening qo'limdan nima keladi deysizlar? Shuning bilan ko'chadan bir qancha kun yo'l yurib, Urumchi shahriga keldik. Meni shundoq vayron qilib elib kendikin, menga ega bo'lgan bo'lsa, yana mayli deb o'tib ketmasmidim. Lekin shaharga kirib meni oshxonaga boshlab kirdi. Tamoq yedik. Ondan u yosh, "Siz mushu yerda midirilmay o'tirib turing. Men yukni tushirib bo'lib sizni olg'il kelaman" deb chiqib ketdi. Shu ketgancha toki qorong'i tushdi. U hech kelmadi. Men qo'rqishga boshladim. Do'kon egalari do'konni taqaymiz deb kishilarni do'kondan chiqarishga boshladi. Men yig'ladim. Bir odam kelib, "Nima bo'ldi ukam?" deb so'rab, hayron bo'ldi. Men u yoshning qilganlarini aytdim. U odam, "Voy ukam, u yosh endi sizni kerak qilmaydi. Ular shunda qilib o'rgangan. Siz kunning yo'rig'ida chiqib, bir yotoqni tepib joylashib dedi." Beshimga qaltak bilan urgandek bo'ldim. Bu menga shunda bir qattiq kun bo'ldi. Yig'ladim. "Chiqing ukam, chiqing. Do'konni taqayman" dedi. Oxiri amalsiz do'kondan chiqdim. Nega berib nima qilishimni o'ylashmi qiyin edi. Do'kondan chiqib bir qadammi mangmasdan eshik oldida turdim. Qorong'i tushib ketyotdi. Hech yerni bilmaydim. Qattiq to'nglab muzlashga boshladim. Nima qilish kerak? Ilojisiz qoldim. O'tgan kechgalar qarab qo'yib, aldirash o'tib ketadi. Yarim soatlardan keyin o'tir yoshli uzun burutliq bir odam oldimdan u yoqqa bu yoqqa bir o'tadi. Ondan kelib, "Hey, nima qilib tursan?" deb yonimga keldi. Men ahvolni aytdim. "Jur undaq bo'lsa" deb meni agashtirib bir yotoq elib keldi. Ertasi u odam chiqib ketdi. Yana ko'chada qoldim. Shuning bilan pulsiz, nopussiz, ishsiz, makonsiz ko'chada qoldim. Shunda qilib mushu yo'lga kirmay amalim qolmadi. Mushu yo'lga kirib qo'lga ilingandan beri menga hozirgi mushu turmushim yaxshi ham tinch bo'ldi dedi. Biz jimjit bo'lib o'tirib qoldik. Hammamiz bir guldek go'zal yosh qizlarning vayron bo'lganiga bek ichindik va shundoq buzuq odamlarga la'nat bo'lsin deb u odamlardan nafratlandik. Men tinchlikni buzib, "Bu yerda odamlarni uramdi qandoq?" deb so'radim. Oltunxon g'amkin ko'zlari bilan bizga qarab turib,
Hökumətning siyasəti qağaz yüzdə chiroyli yezilgan, lekin əməliyyatda uning aksi bu yerdə. Duyjang, Gansi, texniklar, qisqasi oddiy kadrdan tartib hammasi odam urudi. Kadrlarning oldida bir eg'izmi gap qilishga bo'lmaydi. Tayoq to'qmoqlar bilan urib yotqizib etadi. Agar og'rib qolsa, yotoqqa oldi qoldirmaydi. Og'amchi bilan qo'lidan yoki putidan bog'lab etiz beshiga so'rab chiqib, mushundaq issiq kunlarda, qish kunlarda, so'g'oqlarda talada yotqizib qo'ydi, dedi. Men hayron bo'lib, "Rasma, sizlarni shundaq qilib baxtimi?" deb so'radim. Oltunxon hasratlik ko'zlari bilan hammamizga qarab qo'yib, "Men kelgandan beri ayollardan og'rib qolganini ko'rmadim, lekin erlarni bir qancha qitim so'rab chiqqanini o'z ko'zim bilan ko'rdim", dedi. Zeynep Oltunxonning so'zini bilib, "Ras, bizmi ko'rdik. Yaqinda maydonda cho'ng yig'in ichib bizga uqtirdi. Qaysanglar qassanglar, jojanglar bir pay o'q. Yurkinglarning qayerda ekanligini biz bilamiz. Bir pay o'q atsaq o'lisizlar", deb bizga qarab qo'ydi. Biz shunda qo'rqdik. Biz kelmasdan burun bir odam qochgan ekan, to'xta desa to'xtamagandan keyin etib tashlabdi, dedi. Qizlar, ras, biz kelgandan beri bir qancha qitim shunda qildi. Biz ko'rib yig'lab ketdik. Yaqinda maydonda yig'in o'tkazib, kimda kim yaxshi ishlamasa, tashkilga bo'ysunmasa jazolaymiz. Jisi beshiga solaymiz. Jisi beshi degan o'zgartish maydonining odam solaydigan turmisi, ya'ni yerni 3-4 metr cho'nqurlikda ko'lab, shu qorong'u zay o'rg'i solab qo'ydigan yer. Agarda kim qassa cho'qim otimiz. Dallab turib atsaq gap so'zsiz o'lisizlar. Agarda qechib chiqsanglar jangalda chilböri yer bor. Ular sizlarni yeb ketadi. O'tgan yil qashqan bir o'g'rini chilböri yeb ketgan. Shuning uchun qechib ketimiz deb avara bo'lmay, tinish tashkilotning buyrug'iga bo'ysunib, yaxshi ishlashdan boshqani o'ylamanglar, dedi. Biz shu paranglashqancha qorong'i tushgacha shuncha rahat, shuncha ko'ngilli paranglashib o'tirdik. Pashalarning uyoq bu yoqdan kelib chiqib ketishi bizning oromimizni buzatdi. Biz shundoq ko'ngillik o'ltirganda tor yo'ldan Duyjang ayol chiqib, "Turinglar, texchi o'g'inish qilmabsizlarda, yotoqlarga kirib gazet o'qib, siyosat o'g'inish elib beringlar. Oltunxon, sen bu yangi kelganlarga guruhi boshlig'i bo'l. Siyosat o'g'inishga So'yingil shularning boshlig'i bo'ladi. O'g'inish qilinglar", deb chiqib ketdi. Oltunxon bilan Zeynepni bizning yotoqqa ko'chirib kirib, ularning o'rniga 2 xanzu qizni ikkinchi yotoqqa ko'chirib chiqardi. Qisqasi bu kecha hech qanday o'g'inish qilmadik. O'z paranglarimizni tugmadi. Yotar vaqti bo'ldi. Sajida bilan ikkimiz o'rinlarimizni daq yerga selib, oq yayma, oq yotgan tosh, oq yostiq qoplarni kiydirib, maktabdagi vaqtlardagiga o'xshash qilin qilib oppoq pokiza o'rinlarda yotdik. Ko'zimni yumib uyquga ketishim bilan butun badnimga o't ketgandek bo'ldi. Ko'zimni ochsam Sajida o'ltiribdi. "Hey So'yin, buningga qara", deb o'rinlarning ustini ko'rsatdi. Salgan kirli qip-qizil qonga bo'yalgan bo'lib, minglagan chuslar qon ustida yugurib yurishatdi. Butun badnim loza surkagandek ichib, qip-qizil bo'lib ko'pib ketibdim. Men Sajidaga qarab, "Alloh, Sajida, qanday uxlaymiz? Endi bu bir ish bo'ldi degina", dedim. Sajida kiriklarni qiqib etib, "Sen bir oz bo'lsa uxlading, men faqat ko'zimni yuma olmadim", deb boshqadan o'rin selib yetishimiz bilan chuslar yana shu burunqidaklar yamrab ketdi. Oxiri chidamasdan Sajida ikkimiz turib, o'rin ko'rpalarni ko'tarib talaga chiqdik. Biz talaga o'rin selib yotmoqchi bo'ldik. Heliqi qismoq ko'z Moshyon yenimizga kelib, "Hey, talada yetishga ruxsat yo'q, uyga kirib ketinglar", dedi. Biz chusi chiqib uxlatmadi deb o'rinni selib, adiyal yepinib yotdik. Talaning havosi rohat ham ko'ngilli edi. Oyning yuzi butun jahonni yo'rtib, ko'ngilga huzur beradi. Ozgina bo'la bo'lmas salqin shamol chiqib turadi. Kuzatchilik qilgan Moshyon bizga so'zni o'tkazolmagandan keyin eshikni urib Duyjangni uyg'otib chiqdi. Mavi yangi kelgan oliy maktab o'quvchilari mening gapimga kirmasdan, "Chusi tanlab yotolmadik" deb talada yetib oldi, dedi. Biz beshimizni adiyalning ichiga tiqib olgan edik. Duyjang, "Sen bularga yaxshi qara, qechib ketmasin. Bular maktabdan kelgachga erta bir tartib tuzumni uqtirib qo'yamiz", deb
kirib ketdi. Biz xo'ymi xo'sh bo'ldik. Yaxshi bo'ldi deb, uxlayli deb tursak, pashning chiqishi chusnikidan yomon bo'ldi. Әдиялның sirtidan chaqqanda chidab bo'lmaydi. Shigobuning jing mo'mini ilib qashqidek pashsi bor degan danqi bor ekan. Oxiri chidamasdan yotoqqa qaytib ko'chib kirib yotdik. Lekin tong atqicha hech birimiz ko'z yumib uxlay olmadik. Tongga yaqin shundoq bir tatliq uyquga ketgan ekanman. Qandaqdir taroq-turuq kirib chiqishlar, voyjon voyay endi qandaq qildik, o'ltiradigan bo'ldi deb zorlagan ovozdan cho'chib uyg'onib bir qancha sekund o'zimning qayerda ekanligimni bilolmay g'angirab qoldim. O'zimning gami ichida ekanligimni eslab, nima bo'ldi, nemishqa yuguryapsizlar deb so'radim. Taladan Zeynep yugurib kirib, pomidorliqda bir yoshni bek qattiq uryapti. Ovozini anglamadinglarmi deb bo'lib, jeni siqilgandek bir joyda turolmay yana yugurib chiqib ketdi. Haqiqatan quloq solsam, bir odamning qattiq zorlab vaqirgan voyjon degan zorliq ovozini angladim. Yuragim siqilib, ko'nglim shundoq eski bo'ldi. O'rnimdan turib yugurib chiqib, gamining yon tarafidan etizliqqa qarsam, ikki qo'ldan yog'ochga esib qo'yib, ikki xitoy yo'g'on tayoq bilan rahimsizlarcha yung savagandek urvatadi. Qarab turishqa ko'nglim chidamasdan taqdim kelmay ta'tir qarab oldim. U odam bir-ikki to'g'ilgandan keyin jim bo'ldi. Lekin tayoqning ovozi to'xtamasdan bir xilda urilvatadi. Men chiday olmasdan yotoqqa qaytib keldim. Hanzu qizlar yotoqda og'ziga kelgan yomon til bilan vahshiy yirtqichlar bir tal pomidor uchun shuncha urgan bormi? Shuni kim terib o'stirdi? Bir tal pomidorni deb o'ltirdi. Yovuzlar, jallodlar, vahshiylar deb tilab ketdi. Men chidamasdan yana chiqib qaradim. U odamni yeshib yerga tushirib yotqizib qo'yibdi. O'likmi, tirikmi bilgil bo'lmaydi. O'likdek midirlamaydi. Biz ishqi chiqishning oldida u odamni ikki qo'ldan tortib so'rab, erlar yotoq hovlisiga ilib kirib ketdi. Kechadagi uyqusizlik bilan atdiganki ahvollar qattiq ta'sir qilgan bo'lsa kerak, o'zimni bir yerim jinimga petib, og'irayotgan kasal kishidek yomon holat bilan ish maydoniga chiqdim. Yangi esib kelayotgan kuzlik ko'ktat bilan ko'k lobani tanlash uchun har birimizga cho'ng 3 etizdan yer bo'lib berdi. Men eng chetki etizda turli xiyollar bilan o'zimga bo'lingan vazifalarni ishlab bo'lib, qizlar yodimga kelib to'xtab, etizliqlardan ularni izlab qarsam, Moynur, Zo'ram, Sajida uchisi bir yerga yig'ilib yaqin o'ltirib, qizg'in holda nimalardir so'zlashyotdi. Duyjan ko'rinmaydi. Boshqalarga qarsam, har bir etizda 2-3 tun bo'lib, paranglashib ishlayotdi. Men u uchisi nima to'g'risida shuncha qizg'in so'zlashyotgandi deb ularning yeniga bordim. Ular meni ko'rishi bilan, "Kel, biz bir nima o'ylayapmiz" dedi. "Ha, nima? Yaxshi-ku" deb ularning yeniga kelib o'ltirdim. Bularning yuzidan qandaqdir erkinlik va xushallik aks etib turadi. "Nima bo'ldinglar? Sizlar bekmi xushalg'u, yaxshilik bo'lsin" deb kuldim. Sajida, "Biz bir nimani o'ylab plan tuzyapmiz, bilamsan? Biz mushu yerdan ketaylik deyapmiz" dedi. "Xudoyim saqlab kelib qoptiman. Bo'lmasa sizlar bilan xo'shlasha olmay qoldi ekanman" deb kuldim. Ularmi kulishdi. "Men yaxshi gap qildinglar-ku, nega ketimiz" dedim. Zo'ram xijolat orlash, kulimsirab ishorat barmoq bilan enkini tutib turib, "Agar sizlar ma'qul desanglar, hech nimadan g'am qilmanglar. Barliq iqtisodinglarni men bo'ynimga olaman" dedi. Qashqanda nega bormiz? Qayerga borsaqmi Kommunist partiyasi bor. Tutib berdi. Qechib qutulg'idek yer bormi? Hech qanday o'rin yo'q. Bundaq o'ylarni qo'yinglar dedim. Sajida tizni quchoqlab o'ltirgan edi. U bizga yaqin kelib so'zlamoqchi bo'lib tizlanib, "Bugun sahardagi narsa menimdan zodi ketmay, ichim qaynab turdi. Bir berib Go'ngantengdagi chiroyli siyosatchilarga mushu yerga ahvolni deyli. Ular dunyodagi barliq hokimiyatning siyosatdan bizning siyosiy tuzumimizning alohida ortiqchiligi, biz insonlarning ruhiy dunyosiga tarbiya berib, jismoniy jazo qo'llanmaymiz deb maqtanishidi. Mav qilganlari qandaq siyosatga kirdi ekan, biz berib deyli. Shunglashqa qechib Go'ngantengga borayli degan qarorga keldim" dedi. Zo'ram turib, "Go'ngantengda bizga nima bor?
Qechib chiqib Xitoyning ishkir o'lkalariga ketayli. Bir qancha yillar turib qaytsak, yilimiz to'shqandan keyin qo'lga olmaydi dedi. Bu fikrga Maynur qo'shildi, lekin ularning fikriga biz qo'shilmadik. Vayron bo'lib ishsiz, pulsiz, kulida nima qilamiz? Yo'q, faqat xarob bo'lamiz. U fikrga qo'shilmaymiz dedik. Eng oxiri ular nima bo'lsa-mu ketayli. Urumchiga borgandan keyin sizlar o'z yo'linglarga, bizmi o'z yo'limizga ketamiz dedi. Sajida, nima bo'lmasin biz bu ahvollarni shularga deyli. Bu yerda bular o'zlari siyosat chiqarib, xohlagancha odamlarni bo'zak etib ketyotdi. Partiyaning siyosatida odam urish degan narsa cho'qim yo'q. Ularning ishlari xato. Yuqoridagilar ularning ahvolini bilmaydi dedi. Men turib, "Hey qizlar, bu ikkisini ayirib qarg'ili bo'lmaydi. Yuqoridan buyruq qandoq bo'lsa, bular shundoq ishlaydi. Bularning siyosati qog'oz yuzida yumshoq, amaliyotda qattiq bo'ldi. Bizning bu ishimizdan hech natija chiqmaydi. Bu ishga avor bo'lmayli" dedim. Sajida o'z so'zida qattiq turib, "Yo'q, tuzum bir bo'lgan bilan boshqaruvchilar har xil odamlar. Bundaq bir tal pomidor uchun odam esib qo'yib urib o'ldirsa, sotsializmning oloyligi nada? Fashizm desa bo'lmamdi. Barayli, nima bo'lmasin bir etib ko'rayli" deb turib oldi. Mening sizlardan ayrilib qolgim kelmaydi. Qalsammi sizlar qassanglar, menga yaxshi kun yo'q. Odam bolasi dunyoda har narsani ko'rish kerak. Mayli, qechib bu turmushni boshdan o'tkazib ko'rayli. Basaq go'ngantingning o'ziga berish kerak. Ular nima der? Unimi anglab ko'ramiz. Bularni opirib atsakmi, yana kapti, qutulolmadik deysin, dedim va kulishdik. Shuning bilan to'timiz plan tuzdik. Yo'lda yeydigan narsa yo'q. Uning uchun kunda berilgan normadan bir oz qoldirib yig'ayli. Ondan yenimizda yaxshiroq narsa bo'lsa, elib olayli. Yo'llarda kerak bo'lar degandek planlarni qurib chiqdik va o'zimizda bir xil yengillik va xo'shallik his qildik. Ularning bo'lib bergan ishlarini tugatib bo'lishimizga bir qora bulut chiqib osmon yuzini qoplab shamol chiqishga boshladi. Ayollar uyga qaytayli, yomg'ir yig'ib ketadi deb vaqirishadi. Biz ayollar bilan birga yotoqda qaytib keldik. Aslida bu ishdan tushadigan vaqt bo'lgan ekan. Har yoqdan ikki qiz tomoqni elib kelish uchun oshxonaga ketdi. Qolganlarimiz o'zimiz yotgan gilamlarning ustiga kul to'kishga boshladik. Atrofga yomg'ir suyining eqib yoqqan yotoqqa kirib ketish yo'llarini to'sdik. Shuncha aldirash islasakmi, lekin tugitib bo'lguncha shunda qattiq yomg'ir yig'ib ketdi. Gamiga oran kirib ulgurdik. Tomoqdan keyin siyosiy uyg'unishni tugitib, endi yetib texi uxlamagan edik. Biz yotgan bulongdan shaqirib suv iqib kirishga boshladi. Sajida bizni Shegogo chiroyli qarshi elayotdi deb kuldim. Chaqqonlik bilan turib, o'rin ko'rpalarimizni yig'ishtirib, Maynur, Zo'ram, Oltinxon, Zaynablar yotgan taxtay supining ustidagi bir chatdagi kichik yerga kelib, o'zimizning o'rin ko'rpalarimizni yo'linib o'tirib, tong atqizdik. Bu yomg'ir hech to'xtamasdan 4 kech kunduz yog'di. Yotoqning ichi suvga to'shib, hammamiz navbatlashib chilak va yuz yuyadigan daslar bilan suvni taloq to'shib to'kib turdik. 4-kuni tushdan keyin Duyjon kirib, suv ombiriga suv keldigan o'stangni suv ilib ketibdi. Erlar mushu 4 kun yomg'irda qattiq ishlab to'sib ketolmabdi. Shuning uchun erta tong sahar bilan yo'lga chiqib o'stanga boramiz. Bugun hozirlab qilib tayyorlab bo'lib, ertagan soat 3 bilan o'rninglardan tursizlar. Bizmi birmi odam qolmaydi dedi. Zo'ram kelib, erta ishdan qaytganda orqadan qilib qochayli, toza yaxshi fursat keldi dedi. Shuning bilan chechilib turgan hamma narsalarimizni chamadonga soldik. Atrofni ratlab qo'ydik. Yo'lda yeydigan nonni va narsalarimizni bir sumkaga selib qo'ydik. Tong qorong'usi bilan o'rnimizdan turib, tomoqni og'zimizga yeydikmi, burnimizga bilmadik. Shundaq aldirash o'stan yasashga yo'lga chiqdik. Biz bilan bir Hanzu Duyjon va 4 qurolliq milliy armiyaning otliq polkidan qaytgan askar saqchi bo'lib, biri kuzatib ketib boradi. Biz qir va etizlarni kesib, o'stan yoqisi bilan mangdik. 4 kunlik yomg'irda yerlar yumshoq ketib, loy kechib, mengishga to'g'ri keldi. Oyoq kiyimini yeshib, yalang oyoq mangdik. Ba'zi joylarga borganda oyoqlarimiz tizg'icha, ba'zi joylarda o'shqicha loy kechib, mengishga to'g'ri keldi.
Ba'zi o'rinlar bug'doy etizliqi bo'lib, bug'doyning o'g'aqdan qolgan yiltizlari oyoqlarimizga kirib qanatdi. Uningga qaramasdan harbiylarning haydishi bilan soat 8 dan oshganda emgak maydoniga yetib keldik. Bütün maydonni qurolliq saqchilar cho'ridab turadi. O'stang ichida bir qancha yuzlagan odam beldan suv kechib o'stangni yasatadi. Bizning yetib kelishimiz bilan ishlayotgan kishilar ishini to'xtatib, biz tarafga qarab qolgan edi. Taraf-tarafdan chaqqan bo'l, chapsan ishlar deb vaqirib, erlarni haydashga boshladi va ba'zilarga bir ikki chiviqmi tegib ketdi. Bir qancha saqchi bizni qo'rshab, "Mang-mang, chapsan" deb vaqirib, haydab mangdi. Qandaqdir atrofni suv bosgandek hammamiz oldirish mangdiq. Yerdagi yog'och toshlar putimizni kesib og'irtatdi. Bizni chatqaliqlar orasiga ilib berib, mushu yerga kesilgan yog'ochlarni ovu suv bilan ilib ketgan o'stang bo'yiga to'shizlar deb o'rlashtirdi. Sajida ikkimiz kesilgan yog'ochni elish uchun yalang oyoq putlarimiz bilan yerni avaylab dasab, do'nglikning ustiga chiqdik. Ömür bo'yi yalang oyoq minib ko'rmaganlikdan menga bu bekmi tez keldi. Bir qancha erlar palto bilan yog'och putoqlarini yechib o'tadi. Biz ularning chopgan yog'ochlarini elish uchun yo'lda ketib o'tdik. Men Sajidaga, "Hey Sajida, bugun kun ta'limimizga ochiq bo'ldi degina, agar necha kundagidek yig'ib turgan bo'lsa, qanday qilatdiq-a?" dedim. Ishlayotgan erlar beshni ko'tarib bizga qaradi. Bularning ichida bizga qarab turgan tonish chiroyni ko'rib ketib qoldik. Men "Voy" deyishimga Sajida "Zaynalubku bu" deb ishorat qilib edi. Biz bu tasodifilikdan tong ketib qoldik. Zaynalubmi bizni ko'rib tonigan edi. "Voy, sizlar bu yerda nima qilib yurisizlar? Bu dardni bizlar tortib ketsak bo'lmasmidi? Bu jahannam maydoniga nemishqa keldinglar?" deb ko'zlaridan yoshlar chiqib ketdi. Zaynalubning yonida ishlayotganlarmi yig'ilishib ketdi. Zaynalubni ko'rib bizningmi ko'nglimiz yerim bo'lgan edi. Zaynalubning yonida turgan oppoq soqolli bir qiyri odam "Voy ballalarim, Alloh o'zi yordam qilsin. Yosh turib beshinglarga bu ig'ir kunlar kelibdi" deb o'pkisini bosolmay yig'lab ketdi. Yenimizda turgan ayollarmi yig'lashdi. Biz nima deyishimizni bilmay turib qoldik. Yiroqlarning qarab turgan Sajida "Hay chapsam menglar" deb vaqirib bizga qarab kelyotdi. Erlar yana paltlarini ko'tarib oldirash chepishga boshladi va ular bizga "Chaqqan ketinglar, bo'lmasa urib ketadi" dedi. Biz yerdagi kesilgan yog'ochlarni so'rab mangdiq. Biz kutkicha, ketkicha erlar yinda ikki saqchi qo'zg'almay turib haydab yurib ishlatdi. Soat 4lar bilan bizni yotoqqa ilib qaytdi. Maynur Zo'ram Sajida to'rtimiz mang'almagan qiyofatda bo'lib olib, gurbadagilarning eng oxirida mangdiq. Iloji bo'lsa bu biror imkoniyat bo'lsa, ratdan chiqib qilib qolsak degan o'y bilan xeyli tirishdik. Lekin ikki saqchi bizning kaynimizdan hech qolmasdan yugurib oxiri gugum tushganda Changsuning yonidagi suv ombiriga yetib keldik. Suv ombiri xeyli cho'ng bo'lib, u chetidan bu chetiga 1 kilometrdan uzunroq bo'lib, maydonga qaralgan tarafi 4 metrdan 9 metrgacha ko'tarib yasalgan xeyli cho'ng ko'l. Ko'lning atrofi uzun o'sgan qo'y qumishliq. Ko'lning ichida yovvoyi o'rdak va hang'utlar uzib yuradi. Bu qushlarning bir turkumi ko'tarilib uchib ketsa, bir turkumi uchib kelib ko'lga qo'natdi. Suv ombirining chetiga kelib suvga qarsa, suv ostida uzib yurgan baliqlarni ko'rgili bo'ladi. Osmondagi qizil shafaqning sho'lisi suvga tushib, ko'l intayin go'zal ko'rinadi. Herib ketdik deb suv ombirining bo'yida 10 minutdek o'ltirdik. Lekin cho'ng pashlar chiqib hech orom bermaydi. Bizning suv ombirining bo'yida yana o'ltirg'imiz bor edi. Lekin bizni saqlab kelayotgan saqchi bo'linglar deb elib ketdi. Yotoqqa kelib o'g'inish qilib bo'lgandan keyin Sajida bilan Zo'ram bugun kecha cho'qim menish kerak. Al uxlab qolganda kuzatchi ayol uxlab qolgan bo'lsa, mangayli dedi. Herib kelib shundoq tatli uxlab ketibdi ekanman. Sajidaning meni asta uyg'otishidan uyg'ondim. Sajida qulqimga to'van ovoz bilan Zo'ram taloni ko'rgili chiqib ketdi. Post uxlab qolsa, asta mangayli dedi. Sajidaning so'zi tugmasdan Zo'ram avaylab asta menib kirib, mening yenimda uxlayotgan Oltinxonning putini tutib silkib, "Mashin uxlayotdi" dedi.
Алтынхан сәкрап тұрып ұйқылық көзі білән неме болғаны білмей бір азадан кейін неме болды dedi. Зорам ходыққандан өзінің хата қылғалықыны түйіп келіп, чандырмаслық үшін деп тұрып, тәрәкке шықмақчы едім, қорқуатымен dedi. Алтынхан машиның бар әмәсімі деп талаға шығып машиңны ойғытып, бұнда құқылсаң бірәр әхвал болса сән жауап қылсан деп ойғытып қойып талаға шығып кетті. Biz üçümüz külüp külkümüzni basalmadık. Ular taladın kirgenden keyin Zoram Sacidanın yerinde yetip özünü to'xtalmasdan kulib ketdi. Men Söyünning putini tutdim deb Oltinxonning putini tutib o'zim uyg'otib chandurg'inimni qara dedi. Biz to'timiz kulkimizni basalmasdan xeyligacha kulib uxlay olmadik.